Assalomu alaykum. Hurmatli pensionerlar, ota-onalarimiz, buvijonlar va bobojonlar. Bugun men sizga juda muhim, ko'pchilikning cho'ntagiga, oilaviy budjetiga va kundalik hayotiga bevosita ta'sir qiladigan xabarni tushuntirib bermoqchiman. Bu ma'lumotni e'tiborsiz qoldirish mumkin emas. Chunki u pensiya oladigan har bir inson, pensiya yoshiga yaqinlashayotgan fuqarolar. Shuningdek, ota-onasining hujjatlari bilan shug'ullanayotgan farzandlar uchun ham juda zarur. Men bugun shunchaki yaxshi xabar bor deb aytib o'tmayman. Men sizga nima o'zgargani, kimlar bundan foyda ko'rishi, kimlar albatta hujjatlarni tekshirtirish kerakligi, qayerda xato ko'p uchrashi va pulni yo'qotib qo'ymaslik uchun qanday harakat qilish kerakligini oddiy tilda tushuntiraman. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'pincha odamga aynan vaqtida yetib borsa, real foyda beradi. Men ko'p yillardan beri pensiya masalalari, ijtimoiy to'lovlar, nafaqa, ish staji va hujjatlar bo'yicha fuqarolarga tushuntirish berib kelaman. Eng ko'p uchraydigan muammo shuki, pensioner odam o'ziga tegishli imkoniyatni bilmaydi. Natijada ba'zan pensiya kam hisoblanadi, qo'shimcha to'lov olinmaydi. Imtiyozdan foydalanilmaydi yoki kerakli ariza vaqtida berilmagani uchun odam bir necha oy, hatto ba'zan bir necha yil davomida o'z haqidan bexabar yuradi. Oldin ko'p jarayonlar qog'oz hujjatlarga bog'liq edi. Ish staji mehnat daftarchasidan qidirilar edi. Arxiv ma'lumotnomasi kerak bo'lardi. Tashkilot yopilgan bo'lsa, odam kimga murojaat qilishni bilmay qiynalardi. Bir idoradan ikkinchi idoraga yuborish holatlari ham ko'p bo'lgan. Pensioner odamning o'zi yoshi katta, sog'ligi yaxshi emas, yo'l kira xarajati bor, navbatda turish oson emas. Shuning uchun ko'p insonlar mayli, shuncha bo'lsa ham bo'ladi deb o'z pensiyasini tekshirtirishga jur'at qilmagan. Endi esa eng yaxshi tomoni shundaki, pensiya va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha ma'lumotlar tobora ko'proq elektron bazalar orqali tekshirilmoqda. Ayrim holatlarda fuqaroning ma'lumotlari idoralararo almashinuv orqali ko'riladi. Bu nimani anglatadi? Bu pensioner har safar o'nlab qog'oz ko'tarib yurishi shart emas degani. Albatta, hamma masala bir kunda hal bo'lib ketadi deb aytmayman. Lekin asosiy o'zgarish shuki, odam o'z huquqini talab qilishi, pensiyasini qayta ko'rib chiqishni so'rashi, mavjud imtiyozlardan foydalanish uchun imkoniyatlar ancha ochildi. Yana bir muhim o'zgarish bor. Hozir pensionerlar uchun eng katta yaxshi xabar faqat pensiya miqdorining oshirilishi bilan cheklanmaydi. Masala kengroq. Pensiya to'lovlari, qo'shimcha ijtimoiy yordam, ayrim toifadagi keksalar uchun imtiyozlar, yolg'iz yashovchi pensionerlar uchun qo'llab-quvvatlash, nogironligi bo'lgan pensionerlar uchun alohida tartiblar, ish staji to'liq hisobga olinishi kabi yo'nalishlar ham juda muhim. Ba'zan odam menga oyga faqat 50 ming so'm qo'shilarkan deb o'ylaydi. Lekin aslida hujjatini to'g'ri tekshirtirsa, unga bundan ancha ko'proq farq chiqishi mumkin. Endi men eng muhim savolga javob beraman. Kimlar bu xabarga jiddiy qarashi kerak? Birinchi navbatda pensiyasi juda kam chiqayotgan pensionerlar. Masalan, bir kishi 30 yil ishlagan, lekin pensiyasi atrofdagilarnikidan sezilarli kam. Bunday holatda menga shunday belgilangan ekan deb yurish noto'g'ri. Nega? Chunki ish stajining bir qismi ba'zida ko'rinmay qolgan bo'lishi mumkin. Mehnat daftarchasidagi yozuv noto'g'ri kiritilgan bo'lishi mumkin. Tashkilot nomi o'zgargan, arxivga topshirilgan, ish haqi haqidagi ma'lumot to'liq olinmagan bo'lishi mumkin. Oddiy misol olaylik. Dilbar opa 1936 yildan 2016 yilgacha turli maktablarda ishlagan. U kishi pensiyaga chiqqanda ayrim yillari bo'yicha ma'lumot topilmagan va pensiya kamroq hisoblangan. Dilbar opa, men baribir pensionerman, endi nima foydasi bor deb yurishi mumkin edi. Lekin hujjatlarni tekshirtirganda 7 yillik staj to'liq kiritilmagani aniqlangan bo'lsa, bu pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Farq katta yoki kichik bo'lishi mumkin, lekin har oy keladigan pulda 100 ming, 200 ming, ba'zan undan ham ko'proq o'zgarish bo'lsa, bu oddiy pensioner uchun juda sezilarli. Ikkinchi toifa zararli yoki og'ir sharoitda ishlaganlar. Masalan, sanoat korxonalari, kimyo zavodlari, shaxta qurilish, transport, issiq sexlar, tibbiyotning ayrim yo'nalishlari yoki tungi smenali ishlar. Bunday joylarda ishlagan odamlar ba'zan o'zlariga qo'shimcha hisob-kitob, imtiyozli staj yoki alohida tartib taalluqli bo'lishi mumkinligini bilmaydi. Men bu yerda hammaga bir xil imtiyoz bor deb aytmayapman. Har bir holat hujjatga, lavozimnomiga, ish davriga va amaldagi tartibga qarab tekshiriladi.
Lekin aynan shu sababli hujjatni ko'rmasdan turib xulosa qilish mumkin emas. Uchinchi toifa turmush o'rtog'ini yo'qotgan pensionerlar. Ko'p hollarda beva qolgan ayol yoki erkak qaysi to'lovni olishi, boquvchini yo'qotganlik bo'yicha qanday huquqi borligi, o'z pensiyasi bilan marhum turmush o'rtog'i bo'yicha to'lov o'rtasida qanday tanlov bo'lishi mumkinligini tushunmaydi. Bu juda nozik masala. Masalan, Muhabbat opa o'zining yoshga doir pensiyasini oladi. Turmush o'rtog'i vafot etgandan keyin u kishi menga boshqa hech narsa tegmaydi deb o'ylaydi. Aslida esa ayrim holatlarda boquvchini yo'qotganlik pensiyasi yoki boshqa ijtimoiy to'lov masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Bunda eng muhim narsa hujjatlar bilan murojaat qilish va mutaxassisdan aniq hisob-kitob talab qilish. 4-toifa hali pensiyaga chiqmagan, lekin pensiya yoshiga yaqinlashayotganlar. Men har doim aytaman. Pensiya hujjatini pensiya yoshiga yetgandan keyin emas, undan oldin tekshirish kerak. Chunki oxirgi oyda arxiv qidirish, eski tashkilotdan ma'lumotnoma olish, ish haqi yozuvlarini tiklash qiyin bo'ladi. Agar odam 6 oy yoki 1 yil oldin tayyorgarlik ko'rsa, pensiyaga chiqqanda to'lovlar kechikmaydi va hisob-kitob ham aniqroq bo'ladi. 5-toifa ishlayotgan pensionerlar. Ko'pchilik pensioner ishlasa, unga hech narsa o'zgarmaydi deb o'ylaydi. Aslida ishlayotgan pensionerning holati alohida e'tibor talab qiladi. Ish joyi rasmiy bo'lsa, soliqlar va ijtimoiy to'lovlar to'g'ri yuritilsa, kelajakda ayrim qayta hisob-kitob masalalari yuzaga kelishi mumkin. Shuningdek, ishlayotgan pensioner ayrim imtiyozlarni olishda o'z daromadi ko'rsatilishi kerak bo'lgan holatlarga duch keladi. Demak, ishlayotgan odam ham o'z hujjatlarini tartibli saqlash kerak. Endi kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar siz yaqinda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, barcha ish stajingiz elektron bazada to'liq ko'ringan bo'lsa, ish haqi ma'lumotlari to'liq hisobga olingan bo'lsa, pensiya tayinlash qarorida hamma davrlar aniq yozilgan bo'lsa, siz vahimaga tushishingiz shart emas. Lekin baribir yiliga kamida bir marta shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshirtirish foydali. Chunki odam ko'pincha xatoni pul yo'qolgandan keyin sezadi. Yana bir misol keltiraman. Akmal aka erimdagi yil haydovchi bo'lib ishlagan. Pensiya tayinlanganda 22 yil staj hisobga olingan. Qolgan yillar bo'yicha tashkilot nomi eski bo'lgani uchun ma'lumot topilmagan. Akmal aka buni bilmay 3 yil davomida shu pensiyani olib yurgan. Keyin farzandi yordamida arxivga murojaat qiladi. Eski buyruqlar va ish haqi ma'lumotlari topiladi. Natijada pensiya qayta ko'rib chiqilishi mumkin bo'ladi. Bunda hamma farq avtomatik tarzda katta summa bo'lib qaytadi deb kafolat berilmaydi. Chunki qayta hisoblash tartibi qonun va murojaat sanasiga bog'liq. Lekin eng muhimi, odam o'z haqini tekshirtirmasa, hech narsa o'z-o'zidan kelmasligi mumkin. Yana bir hayotiy holat. Ma'mura opa umr bo'yi kolxozda, keyin shirkat xo'jaligida ishlagan. Mehnat daftarchasida yozuvlar bor, lekin muhrlar xira, ayrim sanalar tushunarsiz. Bunday holatda idora xodimi ma'lumotni rad etib qo'yishi ham mumkin. Chunki hujjat aniq bo'lishi kerak. Lekin bu masala tugadi degani emas. Arxiv ma'lumotnomasi guvohlik beruvchi hujjatlar, ish haqi vedomoslari. Buyruqlardan ko'chirmalar orqali davrini tasdiqlash mumkin bo'ladi. Bu jarayon vaqt oladi, lekin pensioner uchun har bir oy muhim. Endi eng ko'p uchraydigan istisnolar va odamlar bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, pensiya oshirilishi hamma uchun bir xil summada sezilmasligi mumkin. Masalan, davlat tomonidan pensiya va nafaqalar oshirilsa, kimdadir oshish miqdori ko'proq, kimdadir kamroq ko'rinadi. Bunga pensiyaning turi, bazaviy hisoblash miqdori, ustamalar, ish staji, avvalgi hisob-kitob va ayrim cheklovlar ta'sir qiladi. Shuning uchun qo'shningizniki 2 ming so'mga oshib, sizniki 1 ming so'mga oshgan bo'lsa, bu darhol xato degani emas. Lekin farq sababini bilishga haqqingiz bor. Ikkinchi nozik jihat, eng kam pensiya, yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi va ijtimoiy nafaqa bir xil tushuncha emas. Ko'p odamlar hammasini pensiya deb ataydi. Amalda esa ularning tayinlanish sharti, hujjati va hisoblanish tartibi farq qiladi. Masalan, yetarli ish stajiga ega bo'lmagan kishi ijtimoiy nafaqa olishi mumkin. Staj va ish haqi tasdiqlangan kishi esa yoshga doir pensiya oladi. Nogironligi bo'lgan shaxsning to'lovi esa nogironlik guruhi, tibbiy xulosa va boshqa omillarga bog'liq bo'ladi. Shu farqni bilish juda muhim, chunki qaysi to'lov turida ekaningizni bilmasangiz, qaysi huquqni talab qilishdan bilmaysiz. 3-nozik jihat.
pensiya masalasida og'zaki gapga ishonib qolmaslik kerak. Sizga bo'lmaydi, kerak emas, baribir foydasi yo'q, bunday hujjat o'tmaydi degan gaplar ba'zan to'g'ri bo'lishi mumkin, lekin ba'zan oddiy tushuntirish bo'lib qoladi. Men har doim fuqarolarga aytaman, muhim masalada yozma murojaat qiling. Yozma murojaat bo'lsa, unga yozma javob berilishi kerak. Yozma javobda sabab ko'rsatiladi. Sabab ko'rsatilsa, uni tekshirish kerak bo'lsa, yuqori tashkilotga yoki sudga murojaat qilish mumkin bo'ladi. 4-nozik jihat. Ariza berilgan sana muhimi. Ba'zi odamlar huquqi borligini kech biladi va men 5 yil oldin ham shunga haqli edim. Endi hammasini qaytarib berishsin deydi. Lekin ijtimoiy to'lovlarda ko'p hollarda to'lovni qayta hisoblash, tayinlash yoki farqni to'lash murojaat sanasi hujjat topshirilgan kun va qonundagi muddatlarga bog'liq bo'ladi. Demak, bugun bilgan narsangizni ertaga qoldirmang. Bir kun kechikish ham ba'zan bir oylik to'lovga ta'sir qilishi mumkin. 5-nozik jihat. Boshqa daromadlar, mulk oila tarkibi va yashash holati ayrim nafaqa yoki yordam pullariga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, yolg'iz yashovchi pensioner alohida yordam olish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Lekin ro'yxatda u bilan birga voyaga yetgan farzandi turibdi. Amalda farzandi boshqa shaharda yashaydi, lekin ro'yxatdan chiqmagan. Bunday holatda idora hujjat bo'yicha qaraydi. Shuning uchun yashash joyi, doimiy ro'yxat, oila tarkibi haqidagi ma'lumotlar to'g'ri bo'lishi kerak. 6-nozik jihat, bank kartasi va to'lov usuli. Ko'p pensionerlar pensiyasini bank kartasida oladi. Ayrimlar naqd shaklda oladi. Bu yerda ham ehtiyot bo'lish kerak. Kartani begona odamga berib qo'ymaslik, pin kodni aytmaslik, telefon orqali kelgan kodlarni hech kimga bermaslik zarur. Oxirgi paytlarda firibgarlar aynan pensionerlarni nishonga oladi. Pensiyangiz oshdi, kartangizga o'tkazib beramiz, kodni ayting desa, bu firibgarlik bo'lishi mumkin. Hech bir rasmiy xodim sizdan telefon orqali karta kodi yoki SMS kod so'ramasligi kerak. 7-nozik jihat, ishonchnoma bilan pul olish. Ba'zan pensionerning o'zi bora olmaydi, farzandi yoki qarindoshi pensiyani oladi. Bunday holatda ishonchnoma qonuniy rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. Lekin men bu yerda alohida ogohlantiraman. Pensionerning pulini oila ichida ham adolatli sarflash kerak. Afsuski, ba'zi hollarda keksa odam o'z pensiyasini to'liq ko'rmaydi. Pul boshqalar qo'lida qoladi. Agar pensionerning o'zi aqli raso, o'z xohishini bildirsa, uning pensiyasi birinchi navbatda o'z ehtiyojlari uchun ishlatilishi kerak. Dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lov, kiyim-kechak va kundalik xarajatlar. 8-nozik jihat, tibbiy hujjatlar, nogironlik guruhi parvarishga muhtojlik, dori-darmon bilan ta'minlash yoki sanatoriy yo'llanmasi kabi masalalarda tibbiy xulosa juda muhim. Men kasalman degan gapning o'zi yetarli bo'lmaydi. Poliklinikadagi tekshiruvlar, shifokor xulosalari, tibbiy komissiya qarorlari, retseptlar va tarixiy kasallik varaqalari tartibli saqlanishi kerak. Hujjat bo'lsa, huquqni himoya qilish osonroq bo'ladi. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, o'zingiz olayotgan to'lov turini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olyapsizmi? Nogironlik pensiyasimi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki ijtimoiy nafaqami? Buni pensiya jamg'armasi bo'limidan, davlat xizmatlari markazidan yoki rasmiy elektron xizmatlar orqali aniqlash mumkin. Agar farzandingiz telefondan yaxshi foydalansa, u sizga yordam bersin, lekin ma'lumotni faqat rasmiy manbadan tekshiring. Ikkinchi qadam, pensiya tayinlashda hisobga olingan ish stajingizni tekshirtiring. Sizda mehnat daftarchasi bo'lsa, uni olib boring. Agar eski mehnat daftarchasi yirtilgan, yozuvlari xira yoki muhrlari tushunarsiz bo'lsa, oldindan nusxa olib qo'ying. Lekin faqat nusxa bilan cheklanib qolmang. Asl hujjat ham kerak bo'lishi mumkin. Qaysi yillar hisobga olingan, qaysi yillar kiritilmagan, nima sababdan kiritilmaganini so'rang. 3-qadam. Ish haqi haqidagi ma'lumotlarni tekshiring. Pensiya faqat stajga emas, ayrim holatlarda ish haqi ma'lumotlariga ham bog'liq bo'ladi. Agar siz yuqori maosh olgan yillaringiz borligini bilsangiz, lekin pensiya hisobida ular ko'rinmasa, bu masala muhim. Masalan, 1990-yillarda yoki 2000-yillarning boshida bir korxonada yaxshi ish haqi olgansiz, lekin arxivda ma'lumot yo'q deb aytishgan. Bunday vaziyatda o'sha korxonaning huquqiy vorisi bormi? Arxivga topshirilganmi? Tuman yoki viloyat arxivida hujjatlar saqlanadimi? Shuni aniqlash kerak. 4-qadam, yozma ariza bering. Arizada juda murakkab iboralar shart emas.
Masalan, mening pensiyamni tayinlashda hisobga olingan ish staji va ish haqi ma'lumotlarini qayta tekshirib berishingizni so'rayman. Agar hisobga olinmagan davrlar bo'lsa, sababini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Arizaga pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv ma'lumotnomalari, tibbiy hujjatlar yoki boshqa tegishli hujjatlarni ilova qilasiz. 5-qadam. Arizangiz qabul qilinganini tasdiqlating. Agar idoraga borib topshirsangiz, kirim raqami yoki qabul qilingan sana ko'rsatilgan belgini so'rang. Agar elektron yuborsangiz, elektron tasdiqni saqlang. Bu juda muhim. Chunki keyin men murojaat qilgan edim deyishning o'zi yetmaydi. Murojaat sanasini ko'rsatadigan dalil kerak bo'ladi. 6-qadam. Javobni diqqat bilan o'qing. Agar javobda rad etildi deyilsa, nima sababdan rad etilgani yozilishi kerak. Masalan, falon yillar bo'yicha hujjat mavjud emas, lavozim nomi tasdiqlanmadi. Ish haqi ma'lumoti topilmadi yoki qonunchilikda asos yo'q kabi sabablar bo'ladi. Sabab aniq bo'lsa, keyingi qadamni belgilash mumkin. Agar hujjat yetishmasa, hujjat qidirasiz. Agar qonun noto'g'ri qo'llangan deb hisoblasangiz, yuqori turuvchi idoraga shikoyat qilasiz yoki huquqiy maslahat olasiz. 7-qadam. Arxivga murojaat qilishdan qo'rqmang. Ko'p odam arxiv deganda juda murakkab joy deb o'ylaydi. Aslida arxivdan ma'lumotnoma olish ko'p pensiya masalalarida hal qiluvchi bo'ladi. Siz ishlagan tashkilot nomi, taxminiy yillar, lavozimingiz, joylashgan hudud va imkon bo'lsa eski buyruq raqamlari kerak bo'ladi. Agar tashkilot nomi o'zgargan bo'lsa, eski nomini ham, yangi nomini ham yozing. Qancha aniq ma'lumot bersangiz, qidirish shuncha oson bo'ladi. 8-qadam. Yolg'iz yashovchi yoki parvarishga muhtoj pensioner bo'lsangiz, mahallaga ham murojaat qiling. Mahalla orqali ayrim ijtimoiy yordamlar, moddiy ko'mak, oziq-ovqat, dori-darmon yoki boshqa qo'llab-quvvatlash masalalari ko'rib chiqilishi mumkin. Bunda ham oila tarkibi, daromad, sog'liq holati va yashash sharoiti haqidagi ma'lumotlar kerak bo'ladi. Uyda yolg'iz yashab, hech kimga aytmay qiynalib yurish to'g'ri emas. Davlat tomonidan belgilangan yordamlar aynan ehtiyojmand insonlarga yetib borishi kerak. 9-qadam. Kartangiz xavfsizligini tekshiring. Pensiya tushadigan kartangiz kimning qo'lida? SMS xabarlar qaysi telefon raqamiga ulangan, mobil ilova o'rnatilgan bo'lsa, undan kim foydalanadi? Agar siz bularni bilmasangiz, bankka boring va ma'lumotni aniqlang. PIN kodni almashtiring, keraksiz xizmatlarni o'chirib qo'ying, begona odamlar telefoniga SMS borib turmasin. Pensionerning puli xavfsiz bo'lishi kerak. 10-qadam. Barcha hujjatlaringizni bitta papkaga yig'ing. ID karta yoki pasport nusxasi, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, nikoh guvohnomasi, turmush o'rtog'ining vafot etganligi haqidagi guvohnoma, farzandlar haqidagi hujjatlar, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosalar, bank rekvizitlari va oldingi murojaatlarga berilgan javoblar alohida saqlansin. Bu oddiy ishdek tuyuladi. Lekin biror masala chiqqanda aynan shu tartib sizga vaqt va asabni tejaydi. Men yana bir narsani alohida aytmoqchiman. Pensionerlar ko'pincha men davlat idorasiga borishga uyalaman. Xodimlar band. Men tushunmayman deb o'z haqini so'ramaydi. Bunday qilish kerak emas. Siz butun umr mehnat qilgansiz, soliq to'lagansiz, jamiyatga xizmat qilgansiz. Pensiya va ijtimoiy himoya masalasi sadaqa emas. Bu qonun bilan belgilangan huquq. Xodimdan tushuntirish so'rash, hisob-kitobni ko'rishni talab qilish, yozma javob olish sizning to'liq huquqingiz. Farzandlarga ham murojaat qilaman. Ota-onangizning pensiya masalasini bir marta jiddiy tekshirib bering. Ularning mehnat daftarchasini ko'ring, pensiya miqdori qanday shakllanganini so'rang. Bank kartasini xavfsiz qiling. Kerak bo'lsa, arxivga ariza yuboring. Ko'pincha ota-onalarimiz o'z muammosini aytmaydi. Ular bolalarimni bezovta qilmay deb yuradi. Lekin bir necha soat vaqt ajratib, ularning hujjatini tartibga keltirish butun yil davomida foyda berishi mumkin. Yana bir muhim maslahat: ijtimoiy tarmoqlardagi har xil xabarlarga darhol ishonmang. Hamma pensionerlarga falon million so'm beriladi. Bugun ariza bermagan pul olmaydi. Faqat shu havolaga kiring degan xabarlar ko'pincha yolg'on yoki chalg'ituvchi bo'ladi. Rasmiy manbani tekshiring. Pensiya jamg'armasi, davlat xizmatlari portali, mahalla, bank yoki vakolatli idoraning rasmiy xabarlari. Agar xabar juda shov-shuvli bo'lsa, ayniqsa karta ma'lumotini so'rasa, juda ehtiyot bo'ling. Demak, pensionerlar uchun juda yaxshi xabar shundan iboratki, bugun o'z pensiyasini tekshirtirish.
hisob kitobdagi kamchiliklarni aniqlash, qo'shimcha imtiyoz va yordamlarni so'rash, hujjatlarni elektron va rasmiy yo'llar orqali tartibga keltirish imkoniyatlari ancha kengaydi. Eng muhimi, bu imkoniyatlardan foydalanish uchun odam jim o'tirmasligi kerak. Kimning staji to'liq kiritilmagan bo'lsa, tekshirtirsin. Kimning ish haqi ma'lumotlari yo'qolgan bo'lsa, arxivga murojaat qilsin. Kim yolg'iz yoki parvarishga muhtoj bo'lsa, mahalla va tegishli idoralardan yordam so'rasin. Kim firibgarlardan xavotirda bo'lsa, bank kartasi va telefon raqamini nazoratga olsin. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq hujjatlaringizni bir joyga yig'ing. Pensiya miqdori qanday hisoblanganini aniqlang. Kerak bo'lsa yozma ariza bering. Bu ishni kechiktirmang. Chunki pensiya masalasida vaqt juda muhim. Sizga tegishli pul, imtiyoz va yordam o'z vaqtida yetib borishi kerak. Sizningcha pensionerlar uchun eng katta muammo nima? Pensiya miqdorimi? Hujjat yig'ishmi? Arxiv masalasimi yoki bank kartasi xavfsizligimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men keyingi videolarda ham pensiya, nafaqa, imtiyoz va ijtimoiy yordamlar bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni oddiy tilda tushuntirib boraman.